bu o'zi hayot bilan to'g'ri munosabat ilmi desak to'g'riroq bo'ladi. Hamma pul hal qiladi, hamma narsani pul hal qiladi degan davrga kelib qoldik-da. Yo'q. Hamma narsani pul emas, sizning harakatlaringiz hal qiladi. Sizning to'g'ri harakatlaringiz, doimo o'zingizdan beradigan hayotga bo'lgan harakatingiz va energiyangiz, to'g'ri fikrlaringiz sizni farovon, to'g'ri hayot tarzingizni rivojlantirib boradi. Aksincha bizda juda ham ko'p rivojlanib ketgan, qiyin, hamma yerda muammo, hamma qarzdor, hamma kreditda, ya'ni ongingiz nimani ko'rayotgan bo'lsa, qarzdorlikda muammo so'zini ko'p ishlatayotgan bo'lsangiz, qiyin so'zni ko'p ishlatayotgan bo'lsangiz, siz hali karma ongidasiz, ya'ni psixologiyada aytiladiki, qabul qilinmagan taqdir karma ongida yashayapsiz va qachonki mana shu qarzdorlik mani harakatga kelishimga, mana shu kredit mana bu ishimni amalga oshirishga yordam berdi deb xayrli tomonini ko'rishni o'rganmagunizgacha va aytganimdek o'zingiz va atrof bilan to'g'ri munosabatni o'rnatishni o'rganmagunizgacha qarzdorlik savollarini, pul bilan bog'liq savollaringizni hal qila olmaysiz. Katta pulga ochish uchun izohlarda pul so'zini yozib qoldiring, biz sizga sovg'a darsligimizni taqdim qilamiz.